Assalomu alaykum. Dangasalik bo'yicha oliy toifali mutaxassislar. Bugun sizlarga juda ham oson va juda mazali pirog tayyorlashni o'rgataman. Duxovkam yo'q deb bahona qilmang. Bu pirog muzlatgichda tayyorlanadi. Ishimizni pechenyelarni maydalab olishdan boshlaymiz. Endi kichikroq qozonda sutni isitib olamiz. Ustiga sariyog' va shakarni qo'shib, sariyog' to'liq erib ketgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Alohida idishga kakaoni solamiz va unga hosil bo'lgan massamizni qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massaga pechenyelarni qo'shib, bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Hosil bo'lgan aralashmani formaga solib, yaxshi shakl beramiz. Endi pirogimiz uchun ganaj tayyorlaymiz. Qaymog'imizni isitib olamiz, lekin qaynatmaymiz. Issiq qaymoqqa shokoladni solib, eritib olamiz. Bu ganajni pirog ustiga qo'yib, tekislab, pirogni muzlatgichga 2 soatga dam olishga qo'yamiz. Bezatishni istak va odatingizga qarab amalga oshirishingiz mumkin. Men vafli qirindisidan foydalandim. Ishoning, bu juda ham mazali bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman.